Aytdim senga yaxtak narsa ichma deb. Tomog'ing og'riydi endi. Enangga nima deyman men seni endi? Ha, sal narsaga tomoq og'rib qoladi, qarang. O'zingizda va bolangizda uy sharoitida tomog'i kamroq og'rishi uchun mahalliy immunitetni ko'taradigan zo'r retsept o'rgataman. O'zi nima uchun ba'zilarda uy haroratidagi suvni ichsa ham tomog'i og'rib qoladi. Bunga o'zimiz aybdormiz. Chunki bolalikdan biz xona haroratidagi suvlarni ham isitib ichavergandan tomog'imiz shunga o'rgangan. Shuning uchun katta bo'lganimizda sal sovuq narsa ichsak ham xippa tomoqdan oladi. Birinchi maslahat: uy sharoitida turgan suvni ilitmasdan oz-ozdan ichishni boshlaymiz. Bismillah. Ikkinchi maslahat: muzlatgichdan oz-ozdan suvni ichishni boshlaysiz. Faqat bitta qoidasi: suvni avval og'iz bo'shlig'ingizga ho'plab, salgina ilitib, keyin yutasiz. Va uchinchi maslahat va hammaga yoqadigani: bir choy qoshiqdan 3 mahal muzqaymoq iste'mol qilishni boshlaysiz. Bu aytgan maslahatlarimizni har birini bir oydan qilasiz. Qarabsizki, tomog'ingizni mahalliy immunitetni ko'tarasiz va tomoq og'rig'i anchagina kamayadi. Bu videoni tomog'i og'rib yuradigan do'stlaringizga yuborib qo'ying. Bismillah.